Assalomu alaykum. Mana shunday go'zal daqiqalarda yurtimizda mana shunday fayzli kunlar munosib bo'lgan bir kunlarda azizlarim ushbu san'at saroyiga vaqt va g'animatlarni ayamay san'atning eng go'zal sarasulton kuy qo'shiqlaridan bahramand bo'lamiz deya ushbu dargohni to'ldirib turgan barcha muxlislarga alangali salomni qabul qilasizlar. Azizlarim, esda qolamiz Azizbek Qurbonog'li rahbarlik qilib kelayotgan Asr Qudratli prodyuserlik markazi xodimlari jamoasi shahrimiz Samarqandda, respublikamiz O'zbekistonda san'at olamida o'z o'rniga ega bo'lgan, o'z muxlislarga ega bo'lgan serqirra ijod vakillarining azizlarim betakror konsert dasturlarini taqdim etib kelmoqda. Mana bugun yurtimiz O'zbekistonda, butun dunyoda yaqin kunlarda mo'tabar va tabarruk oy, ro'za Ramazon oyi yaqinlashib kelayotgan bir pallada siz bizni qalbimizni ko'tarinki kayfiyat bilan to'ldirish maqsadida Asr Qudratli prodyuserlik markazi san'at olamining yorqin vakili Imronning sendan zo'ri yo'q konsert dasturini siz Samarqandlik muxlislarga taqdim etish arafasidamiz. Shunday ekan barchangizga yana bir karra konsert dasturimiz davomida xush kayfiyat yor bo'lishini tilab o'tamiz. Keling, konsert dasturini boshlanishidan oldin ozgina sizga ma'lumot berib o'tamiz. Agar siz Asr Qudratli prodyuserlik markazining Telegram kanaliga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, hali ham kech emas. Telegramga kiring. Asr Qudratli prodyuserlik markazi deb yozing. Bizning kanalimizga a'zo bo'ling. Sababi Shohruh Abduvasiyev, ya'ni azizlarim SMM muhtadasimiz, marketologimiz o'zining ajoyib lavhalari bilan Asr Qudratli prodyuserlik markazining go'zal daqiqalarini sizga taqdim etiladi. Mana Azizbek Qurbonog'li o'zlari aytib o'tyaptilar, kimki kanalimizga a'zo bo'lsa va a'zolik mana shunday ajoyib bir a'zoligini bizga bildirsa, keyingi konsert dasturida 5% chegirmaga ega bo'ladi. Shunday ekan, bizning kanalimizga a'zo bo'ling. Biz bilan hamisha birgalikda bo'ling. Shunday ekan, konsertimizni boshlaymizmi? Lavay boshlaymiz degan qarsakcharinglar. Go'zallar menga zo'r bo'lsa ham sendan zo'ri yo'qligini tan olaman. Sendan zo'ri yo'q, sendan zo'r yo'q. Ta'rifing aytishni boshqa yo'li yo'q. Shunday ekan, marhamat qarshi oling. Sahnada siz kutgan ijodkor Imron Qarzagina ishtirokida sendan zo'ri yo'q. Marhamat. Hayolim uyida tanho gulumsan, navoyu nazmimu ko'ngil kuyimsan. O'zing bilib bilmay yorim aslida, joy olib bo'lgansan jonu dilimdan. Iforingdan olov bo'lib yonaman, shunday dilbamanmi yo devonaman. Ne go'zallar menga zor bo'lsa ham, sendan zo'ri yo'qligin tan olaman. Sendan zo'ri yo'q, sendan zo'ri yo'q. Ta'rifing aytishni boshqa yo'li yo'q. Sendan zo'ri yo'q, sendan zo'ri yo'q. Ta'rifing aytishni boshqa yo'li yo'q.
shirin so'zingni hech kimga bermay sevaman. Bahorda ochilgan gulg'uncham, sevgim osmonida yulduzcham. Yasholmayman sensiz hecham, seni hech kimga bermay sevaman. Qorlardek oppoq dilingni, to'lin oydek oy yuzingni, aytgan har bir shirin so'zingni hech kimga bermay sevaman. Sen hiç kelmaysan, tutamam ağrını. Bilmeysen de bilmeysen, sevemem sorunu. Ayrılıkta tolamam, karşıma hiç sormam. Kıyamet yağmurlarım, sevemem sorunu. Devam ettiramiz. Salomat bo'ling, rahmat. Birgalikda. Xush kelibsizlar. Qani hamma birgalikda. Mana yana seni deya ishq sharobim ichdi bu. Mana yana nima qilay o'zimdan ko'chdi bu. Ishonaver sendan o'zga hammasidan kechdi bu. Bu degani unga faqat oqobat bo'lginasi kirasan sevgim. Menga aytma yolg'iz
ancha yaxshi. Maryam hayajonim ancha bosib. Xohlasa. Nima aytamiz? To'y bo'ladi, albatta bo'ladi. Hammamiz yaxshi niyatdamiz, labbay. Ota-onani xo'p bo'ladi. Ota-ona haqida albatta qo'shiqlarni aytamiz. O'yinga yana xo'p bo'ladi. Onajonim benim Alemde ikiniz Yeganem benim Dadajonim benim Onajonim benim Halkım yanımda Parvanım benim Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamas sushim, aytilar rahmatim. Biz uchun qaronda, quvonchga to'yingda, 80-90da yashalib yuring. Dadajonim mening, onajonim mening, olamda ikkingiz yegonim mening.
lekin bu onajonlarimiz bilishadi. Bu mavzu bor o'zi. Dugona kattalar. Albatta hazilamiz, qo'shig'imiz ruxsat bersanglar ijro etib beramiz. Sog' bo'linglar, davom ettiramiz. Birgalikda Eshit qolim so'rashini qiziqtirib qoldim uni qora menga qarashini dugonangdan asra meni dugonangdan asra meni Eshit qolim so'rashini qiziqtirib qoldim uni qora menga qarashini dugonangdan asra meni dugonangdan asra meni sevgi degan poyon bilmas do'stlikni ham nazar yurmas boshqa bo'lsin alam qilmas dugonangdan asra meni dugonangdan asra meni asra meni dugonangdan asra meni asra meni asra meni qalbimga qarashini dugonangdan asra meni Sendek menga yaqin kelar, seni kim ham yaxshi bilar, kim aytadi vafo qilar, dugonangdan asra meni, dugonangdan asra meni. So'z o'yinim boshlar sekin, ko'z o'yinim boshlar sekin, men sodiqman senga lekin, dugonangdan asra meni. Samarqandda o'zining ajoyib dasturlari bilan qo'shmasaga o'qiyaptimi? Ibrohim aka, bilasizmi? Bizlarni Samarqandlik, ya'ni sizning muxlislaringiz nimasi bilan o'zgacha? O'zgacha tomoni shundan iboratki, men bilamanki, sizni respublikamizda, qo'shni respublikalarda millionlab muxlislaringiz bor. Lekin bizlarni muxlislarimiz, bizlarni samarqandliklar, ularni qarsagi boshqacha bo'ladi. Ishonmasangiz, mana bu qarsak siz uchun. Bana o'xshamanglar. Ibrohim. Rahmat. Agar ruxsat bersangiz, ozgina lirik chekinish qilamiz. Rahmat, boringizga shukur. Konsert yoqayaptimi? Yana bir kere agar ijozat bersalaringiz, bugungi konsert dasturimizni tashkil etgan, ya'ni Ibrohimning sendan zo'ri yo'q ajoyib konsert dasturini sizga taqdim etgan Azizbek Qurbon o'g'li rahbarligidagi Asr Qudrati prodyuserlik markaziga va uning jamoasiga, uning muxlislariga minnatdorlik izhor etganlar. Bitta qarsak chalinglar. Rahmat. Ta'kidlab o'taman, bugungi eng shirin daqiqalarimizni bilasizmi, ijtimoiy tarmoqlar orqali yoritib borayotgan SMM operatorimiz Shohrux Abduvosiyevga minnatdorlik izhor etamiz. Qolaversa, ovozimizni mana shunday chiroyli yangrashda ustoz san'atkor Rasul akam Sharipov boshchiliklarida ustoz boringlarga shukr. Mana shu ajoyib san'at saroyining barcha ajoyib ishtirokchilarga, qolaversa a'zolarga minnatdorlik izhor etamiz. Mana bugun ichki ishlar xodimlari o'z xizmatlarini taqdim etyaptilar. Tinchligimizni, mana shunday go'zal daqiqalarimizni, davomli konsert dasturimizni taqdim etishda beminnat xizmatlarni baxshil etmoqdalar. Men e'tibor bilan qarayapman, bugun zalimizda, bugun san'at saroyimizda jajji qizaloqlar juda ham ko'p ekan. Bilasizmi? Asr Qudrati prodyuserlik markazi shahrimiz Samarqandning yetuk xonandalarini ham bugungi konsert dasturimizga taklif etgan. Siz suygan, siz sevgan san'atkor to'ylarimizda o'zining kuy qo'shiqlari bilan elimiz, xalqimiz xizmatiga munosib bo'lib kelayotgan, o'zining ijodini televizor orqali, YouTube orqali kuy qo'shiqlarini, mualliflik qo'shiqlarini baxsh etayotgan, sahna ortida o'z navbatini sabrsizlik bilan qarshi olayotgan ustazoda san'atkor, nazarim betakror ovoz sohibi Azamatjon Qurbonovni qarshi olamiz. Qizalog'im qo'shig'i sizga taqdim etiladi. Qarshi oling. Jajji Aslaxon va Azamatjon Qurbonov. Marhaba. Sochlarini jingalagi, farishtam gulmalagi, asaldan asal
yotar dilga sho'xligi san bilan hayot go'zal qizaloq erkatoy ko'zmin jonim qizaloq baxtimga bor to'yim qizaloq erkatoy ko'zmin jonim qizaloq baxtimga bor to'yim Har buradayım. Davomlamadayız. Detektor Jamchi Asafa va Azalarjon Qurbonov Okshina emeslar. Biz esa davom etamiz. Azalar bilasizmi? Asr Xudoda prodyuserlik markazining yana bir ajoyib proyekti. Azalar o'z muxlislarga ega bo'lgan go'zal, betakror, latofatli Zuhra Askarova shuni bir qo'shiq bilan sizlarni qarshi oladi. Agar malol kelmasa, olqishlarni ayamaysizlar. Sahnada Zuhra Askarova.
esa davom etamiz mana shunday go'zal qo'shiqlar uchun Zuhraxonim Askarovaga eng muhim esa Asr Qur'onda prodyuserlik markazi ma'muriyatiga rahbariga qolaversa jamoasiga minnatdorlik izhor etamiz. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, bugun professional sozandalarimiz o'z mahoratini taqdim etyapti. Sizlarga alohida rahmat aytamiz. Boringlarga shukur. Azizlar hamda Ma'roviga yetkazib taqdim etilayotgan ijro bugun ko'tarinki kayfiyat ulashmoqda. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz. Bilasizmi? Yuqorida aytib o'tdik, alohida proyektlari bilan, ya'ni yosh umidli san'at vakillarini sahnaga olib chiqishda Asr Qudrati prodyuserlik markazining alohida o'rni bor. Shunday ekan, bugun konsert dasturimiz davomida Imronning Sarasulton kuy qo'shiqlariga raqs ajoyib raqslarni taqdim etayotgan Shohona raqs ansambliga minnatdorlik izhor etar ekanman. Shohonaning eng jajji vakili, ya'ni Parizoda jajji qizimiz go'zal bir raqsni taqdim etadi. Marhamat, qarshi oling. Parilar raqsi. Sahnada esa Parizoda. Qani ketdik, marhamat. Ben bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Mana shu san'at saroyida Imronning muxlislari yig'ilishgan, to'g'rimi yo'qmi? Hamma Imronning muxlisimi? Hadi kelib qarsaklar e'tiborlari. Endi savol shunaqa, Men o'zimda Imronning muxlisiman. Savol shunaqa. Har bitta muxlisga o'zini yoqqan qo'shig'i bo'ladi. Qaysi qo'shiqlari sizga ko'proq yoqadi Imronning? Eshitamiz. Yomon qiz. Hammasi eshityapman, ota-ona, yana qaysi? Hammasi yoqadi. Barchasi yoqadi. Bilasizmi? Men Imronni ilk qo'shiqlardan biri, ya'ni yomon qizni yaxshi ko'ramanni juda ham yaxshi ko'raman, rostini aytsam. Keling birgalikda shu qo'shiqni bir eslab qolamiz. Keling, ushbu daqiqada yomon qizni yaxshi ko'raman taromasi bilan dasturimizni davom ettirsak. Nima deysizlar? Qarshilik yo'qmi? Undan o'zi kelinglar, o'zgacha chaqiramiz, qarsak chalaymiz. Bilasizlarmi? Men 3 kecha sanayman, keyin bir ovozimiz boricha Imron deymiz. Tayyor bo'linglar. 1 2 3 Imron sahnada. Biz kutgan Imron, marhamat, qarshi oling. Shafatning yuzi, tunning quchog'ida bedor yuraman. Bir qiz bor dunyoning eng yomon qizi, men shu yomon qizni yaxshi ko'raman. Yoniga boraman, uyib boraman, dunyoni chekkaga surib boraman. Yomon degan bilan turib boraman, men shu yomon qizni yaxshi ko'raman. Kuyga soldim go'zal yuzini, jamolini yaxshi ko'raman.
ko'raman. Uyga solding go'zal yuzini, jamolini yaxshi ko'raman. Ko'rgim kelar maviy ko'zini, shu yomonni yaxshi ko'raman. Karşımda katadı hakkım, menden geçip menga qaytadi hakkım. Hatto yomonligin aytadi hakkım, men shu yomon qizni yaxshi ko'raman. Ovozi haydib baxshilar bilsin, ijtimoiy yaxshilar bilsin. Menga hamma yaxshilar bilsin, men shu yomon qizni yaxshi ko'raman. Margarida Uyga solding go'zal yuzini, jamolini yaxshi ko'raman. Ko'rgim kelar maviy ko'zini, shu yomonni yaxshi ko'raman. Uyga solding go'zal yuzini, jamolini yaxshi ko'raman. Ko'rgim kelar maviy ko'zini, shu yomonni yaxshi ko'raman. Rahmat, salomat bo'linglar. Kayfiyat zo'rmi? Ovoz chiqarib qo'yaylik. Ovoz chiqmasa meni hayajonim bosilmaydi. Kattakon rahmat, salomat bo'linglar. Xush kelibsizlar. Bugun konsertimizga ustoz shoirimiz Yo'ldosh Suyunov ham tashrif buyuribdilar. Bitta qarsak chalib qo'ysangizlar. Akajon, qanchasiz? Bu insonni juda yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Mana o'zimga yoqadigan eng sevimli qo'shig'im bor. Eshitgansizlar, bilasizlar. Yolg'iz qo'ying degan taronamni she'rini muallifi. Bitta qarsak chalib qo'yasizlar ekansiz. Ustoz, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Bitta qarsak chalib qo'yasizlar. Salomat bo'ling. Mani ijodimdagi nima desam bo'ladi? Nima desam to'g'ri bo'ladi. Eng saviyasi yuqori turadigan qo'shiqlarimdan biri hisoblanadi. O'zim juda yaxshi ko'raman qo'shiqni. Ustozimiz Davron Omonbayeva bastalagan taronamiz. Agar ruxsat bersanglar, shu qo'shiqni ijro etib bersak. Rahmat. Salomat bo'ling ustoz, xush kelibsiz. Rahmat kattakon. Yolg'iz qo'ying, yolg'iz qolib yurarkin, hasratlarim suvga solib yurarkin. Dunyodan yuragimda turmasmayin, dardim oshar kunlar o'tib borgan sayin. Dunyodan yuragimda turmasmayin, dardim oshar kunlar o'tib borgan sayin. Yolg'iz
Katta rahmat. Muqaddam ustoz siz uchun umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling. Sizni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Bu qo'shiqni men ustozim Dilora Mamonolayeva bo'ladilar, meni ustozim, Samarqandlik o'zlari, bilasizlar. Juda ham ulug' kompozitorimiz. Bu qo'shiqni men konservatoriyada go's ekzaminimda aytganman. Ustozdan ruxsat olganman. Chunki bilasiz, ustoz juda so'zga e'tibor beradi. Agar bu qo'shiqni his qilsang, senga beraman. Bo'lmasa bermayman degan. O'sha go's ekzaminda aytib, ustozlarimiz va hozir ham ko'zimga yosh keladi bu qo'shiqni aytsam, o'z sababi juda ham chuqur anglab aytganman, ma'nosini sizni his qilib aytganman. O'sha go's ekzaminda ustozlarimiz ko'zlariga yosh olishdi va bu qo'shiqni menga berishdi. Bu uchun sizga kattakon rahmat. Qarsingiz siz uchun. Xush kelibsiz. Rahmat. Salomat bo'linglar. Yana bir do'st bor ekan, u ovqatga o'xshar ekan. Sen uni yo'rarkansan, tugamas ekan. Eng zo'r do'st esa, bilasizmi, havoga o'xshar ekan. U ko'rinmas ekan, lekin yaxshi yomon kuningda hamisha yoningda bo'lar ekan. Ana shu do'stlarga qarsak chalinglar. Rahmat. Boringlarga shukr. Imronni muxlislariga havasim kelyapti. Nima uchun bilasizlarmi? Qarang, siz suygan, siz ardoqlagan, siz sevgan san'atkor siz uchun qo'shiqlarni jonli ijroda mana shunday taqdim etyaptilar. Avvalambor rahmat aytaman, boringizga shukr. Imron bugun Samarqandga sovg'a bilan kelganlar. Men bilan Azizakam bilan maslahatlashib biza bir qarorga keldik. Bu sovg'ani kimga beramiz? Shuncha muxlislarim bor ekan dedilar. Imron, agar ijozat bersangiz, men ana shu sahramizda, ana shu saroyimizda o'tirgan hamma muxlislaringiz orasidan 3 nafar eng ashaddiylarni taklif etmoqchiman. Kimki Imronning qo'shiqlarini yoddan bilaman, u kishi bilan birgalikda jo'rovoz bo'lib ayta olaman deganlar bormi? Qo'lni ko'tarsin. Sovg'a bor, sovg'a. Qani kim? Keling singlim, birinchi singlim, keling. Keling, mana singlimiz bu tomondan, endi bu tomondan bir kishi. Kim? Yuragida o'ti borlar, bormi? Qo'shiqni ayta olaman deganlar. Kattalarda, hozir bir daqiqa. Kattalarda kim? Keling singlim, chiqaring. Yana kim? Qo'llaringizni ko'taringlar. Ukam keling, ukam ko'ryapman, keling yo'limizga ukam. Yigitcha, keling yaqinroq kelasiz, yana bir kishi kim? Bu tomonda yo'qmi? Qani ko'rmayapman. Balkondan bir kishi, tezroq keling. Yo'limizga kelasizlar. Keling ukam, yaqinroq kelasiz. Balkondan bir kishi kelishini iltimos qilamiz. Bir kishi balkondan, faqat tezroq. Rahmat ukam yonimizga. Jaji ukajonim, siz pastga tushib turasiz, kattalar uchun yonma-yon turasizlar. Rahmat. Yana bir kishi, faqat tezroq kelishini so'raymiz. Balkondan bir kishi kutyapmiz. Qani, tushdilarmi yo'qmi? Kelyaptilarmi? Xo'p bo'ladi. Bilasizmi, shaxsan talablar ustida oramizda bir jaji ukamiz bor ekanlar. O'sha kishini taklif etsak, marhamat, u kishini ham kelishini so'raymiz. Mana balkondan kelyapti muxlisimiz. Keling, yo'limizga yaqinroq keling. Qarsak chalib olinglar. Yuragida o'ti bor muxlislar. Yolg'izda turasiz. Endi men kesildi. Marhamat, shaxsan talablar ustida. Rahmat. Keling. Qarsak chalib olasizlar. Yuragida o'ti borlarga rahmat. Keling, ukamizni yaqinroq kelishini so'raymiz. Shaxsan muxlislar orasida men konkursimizni shartini tushuntirib o'taman. Ozgina bu tomonga o'tasiz. Siz joyingizda turavering. Siz olishib ishlaylar. Hozir mana san'atchilarimiz, ya'ni musiqachilarimiz jonli ijroda Imronning qo'shiqlaridan ozgina chalib beradilar. So'zlari eshitilmaydi, faqat musiqasi. Qaysi qo'shiq ekanligini bilsangiz, qo'lingizni ko'tarasiz. Kim birinchi bilsa, o'sha sovg'a egasi bo'ladi. Sovg'a nima degan savol bor. Imron shaxsan o'zlarining yangi albomlarini flash diskda, flash kartda, yangi zamonaviy nusxada shaxsan o'zlarining qo'llaridan qabul qila olasiz. Kelishdikmi? Tushunarlimi? Boshlaymizmi? Salgina o'tamoqga o'tasiz. Ana shu joyda turavering.
omaddan kelib bitta qarsak chalib olaylik, iltimos. Banan chalamiz, rahmat. Jasur aka, siz bilan birga ishlaymiz. Значит так, Imron, siz to'g'ri javobni menga aytasiz. Hammamiz diqqatimiz musiqada. Eshitdinglar, menga qarab turasizlar. Qo'lingizni kim birinchi ko'tarsa, o'sha javob beradi. To'g'ri javobga sovg'a. Tushunarlimi? Faqat baqirish mumkin emas. Qo'lingizni ko'tarishingiz kerak. 1, 2, 3 birinchi musiqa ketdi. Yes, stop. Tez kunda to'y bo'ladi. To'g'ri javob qansagina. Uka, uzun hozir keyingizda ishtirok etasiz. Keyingizda bitta ballingiz bor. Ishlamiz, ukam tayyor bo'ling. Hammamiz tayyor bo'lamiz. Ikkinchi musiqa Jasurjon tayyormisiz? 1, 2, 3 ishlamiz. Kechirasiz, ishlamiz. Qorlardek oppoq tilingda To'linaydek qora yuzingda Aytgan har bir shirin so'zingda Hech kimga bermay sevaman Bahorda ochilgan gulg'uncha Sevgim osmonida yulduzcham Yasholmayman sensiz hech jon Seni hech kimga bermay sevaman Qorlardek oppoq tilingda To'laydek yuzingda Aytgan har bir shirin so'zingda Hech kimga bermay sevaman Gulg'uncham Sevgim osmonida yulduzcham Yasholmayman sensiz hecham Hech kimga bermay sevaman Agar yo'lmasinglar, birinchi sovg'ani topshiramizmi? Qarsak chalinglar. Молодцы! Marhamat, shaxsan Imron qo'llaridan yangi flash disk qarsak chalinglar. Muborak bo'lsin. Katta rahmat. Endi esa o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Sizga minnatdorlik izhor etamiz. Ukalar qarab olasizlar barvoga. Iltimos, mana telefoningizni beryapmiz. Chiroyli ishlar uchun sizga rahmat aytamiz. Sog'lik muborak bo'lsin. Yoqdi degan umidamiz. Rahmat, boringizga shukur. Biz esa davom etamiz. Marhamat, sizlar tayyormisizlar? Keyingi ishtirokchilar marhamat sovg'ani egasi bo'lishingiz uchun omad yo'l bo'lsin. Jasur aka tayyormisiz? 1, 2, 3, поехали. Kechirasiz. Qo'l ko'tarish kerak. Eshitamiz. Mana yana seni deya eshitaman. İşte bu yurak. Qarsak chalinglar, bir ballingiz bor. Sizda bir ball bor. Kim 2 ball olsa, o'sha sovg'ani egasi bo'ladi. Tayyormisizlar? Keyingi qo'shiq qo'l ko'tarishingizdan chiqmasin. Javobini aytmang, qo'lingizni ko'taring. 1, 2, 3 ketdik. Marhamat. Bedavri Rahman, yasha qarsak chalinglar. Yomon qizni yaxshi ko'raman qizlar. Hammangizda bir ball bor. Keyingi ball YouTube'ni egasini aniqlab beradi. Tayyormisiz? Jasur aka, 1, 2, 3. Qo'l ko'tarish. To'g'ri. Qarsagina. Marhamat. Yo'q, bak. Singlimizga topshiramiz sovg'ani. Marhamat. Qarsagina ayamlaysizlar. Qo'layishdi shaxsan Imronning yangi albomlari. Rahmat, o'tirishingiz mumkin. Biz esa davom etamiz. Tayyormisizlar? Bir kishi olib bo'lishi mumkin. Orangizda sizga omad yo'l bo'lsa, esingizdan chiqmasa qo'lni ko'tarish kerak. To'g'ri, javobni baqirish shart emas, faqat qo'lni ko'tarasiz. 1, Jasur aka, 2, ketdik. Flash disk, yangi albom. Minnatdorlik izhor etamiz. Endi sizga bitta imkoniyat beramiz, to'g'rimi? Bugun sovg'asiz ketish yo'q. Agar topsangiz sovg'ani egasi bo'lasiz. Topolmasangiz afsus, sizga omad tilaymiz. Tayyormisiz? Aka eng zo'ridan chaling. 1, 2, 3 eshitamiz.
nima deysiz? Sovun topshiramiz. Topshiramiz, rasmiylar muborak bo'lsin. Uka, sizga omad tilab qolamiz. Rahmat. Bilasizmi? Ana buni jonli ijro deyishadi. Bugun jonli ijro bilan bugun kechamizni ajoyib ko'p qo'shiqlardan faizga to'ldirayotgan, agar malol kelmasa, Imronga yana qarsak chalamiz. Konsert dasturimiz davom etadi. Ketdik, marhamat. Yetgunicha shunlara